Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar obunachilar? Bozorchaga boryapman. Toy paxta olgani qishki kuni bunaqa birlashtirib qo'ydim. Yastig', ko'rpacha. To'rttasini Xudo xola qavib beruvdilar. Paxta yetmay qoldi. Hozir yana shunga bozorga boryapman. Paxta olib kelib o'zim qavsammi yoki kimgadir bersammi? Vaqtimga qarayman-da. Vaqtim yetsa o'zim qaviyman. Ko'raman. Svetoforga keldik. Pasaga deylikmi? Assalomu alaykum. Mana ularda tek 15 mingga beramiz. Ularni qo'sh 13 dan qilib beramiz, mana paxtadan bor. Mana ularni 15 dan beramiz. Mana ichi ham ochiq bo'lib to'rtta mana. Hali menga mana bu paxtadan bering. 15 minglikdan. Xo'sh, 26 kilo 400 ekan, 15 mingdan 395 ming so'mlik bo'lyapti. Mashinasi. Bo'ldi, 395 ming so'm. Ras. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun men bozorga borib paxta olib keldim. Sababi qishda kuni opamga ko'rpachalik material eltib berdim. Opam abrastar qilib 8 ta ko'rpacha va 10 ta yostiq tikib qo'ydilar. Shundan 4 ta girdoxonani qishda kuni Xudo xola tikib berdilar. 4 ta girdoxona va 10 ta yostiq qoldi. Hozir ham 4 ta girdoxonaga 7 ta olib kelgan paxtam va bitta yostiqqa, yana 9 ta yostiqqa paxta olishim kerak. Shu 4 ta ko'rpachalarimni bir balo qilib tikib qovib bo'lsam, yana bozordan 9 ta yostig'imga paxta olib kelaman. Bugun bizda juma bozori bo'ldi. Biram odamlar gavjum yurib bo'lmaydi. Mashinamni qo'yishga joy yo'q. Shu uchun kechroq bordim va yo'lga mashinamni qo'ydim. Baraka topsin, do'konchi o'zlari paxtamni mashinamgacha eltib berdilar. Bilaman, bu videoim ham kimlargadir yoqmaydi. Negativchilarim, baribir ko'rasizlar. Shunchaki o'tib ketinglar ko'rib. Haymi, asab bo'lmanglar. Ertak aytyapsan deyapsizlar. Ertakchi bobo aytadi. Men realni qo'shmay, chatmay, kunlik qiladigan ishimni ko'rsatyapman xolos. Chunki menga qiziquvchi obunachilarim bor. Negativchilarim, xohlaysizlarmi, yo'qmi? Har kuni ko'rasizlar meni. Obunachilarim, sizlarga yana eslatay. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yurakchani ham qizartirish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.